nima bo'ldi amaki? Bo'ron tindimi? Yo'q bolam, bo'ron tingani yo'q. Biz Xudoiy yo'liga kirdik. U tinch, osoyishta yo'l. Turkiyada, Istanbulda, Uskudar mavzesida Aziz Mahmud Xudoiy hazratlarini maqbaralari joylashgan. U zot yashab, ijod qilgan joylari, madrasalari, masjidlari, vaqflari joylashgan. Biz hozir mana shu joyga ketyapmiz. Uskudar mavzesiga mana shu suv yo'li orqali o'tiladi yoki suv yo'lining tagidan metro qilingan. Ana shu metro orqali o'tiladi. Biz mana paromda Uskudar mavzesiga yetib keldik. Biz mana hozir shu joyga keldik, zinapoyalardan ko'tarilyapmiz. Doim bu joydan ziyoratchilar arimaydi. Oldingi safar kelganimizda ham shunday ziyoratchilar. Chunki bu zot nihoyatda taqvodor, vali zot hisoblanadilar. Qoddasollohu sirrohum. U kishi 1541-yilda tug'ilganlar, 1628-yilda vafot etganlar. 89 yil umr ko'rganlar. Bu kishining hayotlari nihoyatda katta bir ibrat. Bu kishi hayotlari davomida mudarrislik qilganlar, qozilik qilganlar va hayotlarining keyingi bosqichida Iftoda hazratlariga shogird tushib, tariqatda, tasavvuf tariqatida ko'plab shogirdlar yetishtirganlar. Bu kishining hayotini tasvirlovchi filmlar bor. Mana bizning Uskon kanalimizda ham Aziz Mahmud Xudoiy hazratlari haqida film bor. Aziz Mahmud Xudoiy nomini olgan ulug' olim, shoir, mutasavvif Mahmud Fazlulloh o'g'li 1541-yilda Turkiyaning Ko'chhisor shahrida tug'ilgan. Dastlab Sarvixsorda ta'lim olib, taxminan 20 yoshlarida ilm talabida Istanbulga yo'l oldi. Istanbulda kichik Ayo Safiya masjidining madrasasida yashab, ilmini ziyoda qildi. Ilmga chanqoqligi, go'zal axloqi bilan ustozi Nazirzoda Ramazon afandining e'tiborini qozondi. Shom, Misr safarlarida ustozga hamroh bo'ldi. Keyinchalik ular Bursaga kelishdi. Nazirzoda afandi shaharning katta qozisi bo'ldi. Mahmud esa Farhodiya madrasasida mudarris, yana qozi etib ham tayinlandi. Ustozining vafotidan keyin uning martabasini egalladi. Ya'ni eng katta qozi bo'ldi. 1576-yilda qozilik faoliyati davrida u ko'rgan da'volardan biri uning hayotini butunlay o'zgartirdi. Bursada yashovchi Bakr afandi ismli kishining sirli ravishda qisqa muddatda hajga borib kelish voqeasi uni taajjubga soldi. Dastlab ishonmadi. Allohga osiy bo'lgan shayton har ishni qila olishiga ishonasan-u, Allohning izni bilan Allohning bir do'sti qila oladigan ishga nima uchun ishonmaysan? Aynan shu javob uni ko'p o'ylantirdi. Shundan so'ng qozi Mahmud afandi o'zgardi. Butkul halovatini yo'qotdi. Kechalari ko'zlariga uyqu kelmas, egallab turgan martabasi, shon-shuhrati uni qiziqtirmay qo'ydi. Men o'ladigan narsani emas, o'lmaydigan boqiy narsani, tugaydigan narsani emas, hech qachon tugamaydigan narsani istayapman. Men Allohga habib bo'lishni istayman. Unga do'st bo'lishni orzu qilyapman, dedi-yu otiga minib Bursaning chekkasidagi xonaqoh sohibi Muhammad Muhyiddin Uftoda hazratlarining huzuriga yo'l oldi. Uftoda hazratlari unga: "Qozi afandi, bu yer yo'qlik eshigi. Bu yerga to'qlik, borlik bilan kelganlar qabul qilinmaydi", deya qaytarsa ham yalinib yolvorib, bu yo'lda dunyoviy barcha manfaatlari, mol-mulki
maqom martabasidan voz kechishga rozi bo'ldi. Tariqat talablarini bajarib, ustozi Uftoda hazratlarining imtihonlaridan o'ta boshladi. Dastlab butun shahar ahlini hayratda qoldirib, qozilik libosida bozorlarda yurib jigar sota boshladi. So'ngra tahoratxona tozaladi. Bularning bari azaliy dushmani bo'lgan nafsini, ichidagi menini o'ldirish, yakson qilish yo'lidagi mashaqqatli sinovlar edi. Bu borada Xudoiyning taqdir yo'li vafotidan 16 yil o'tib, Kattaqo'rg'on bekligida dunyoga kelgan ulug' vatandoshimiz, tariqat arbobi va mutasavvif shoir So'fi Allohyor hazratlarining qismati bilan nihoyatda o'xshash. So'fi Allohyor ham dunyoviy mansabni tashlab Shayx Habibulloh Navro'z huzuriga kelgan va shunga o'xshash sinovlarni bosib o'tgan edilar. Shubhasiz va taraddudsiz taslim bo'lmoq. Jigarchi keldi. Jigarchi, jigar bor. Yangi toza jigar. Jigar sotaman. Jigarchi keldi, toza jigar. Tentek qozima ol. Jigarchi keldi. Mahmud afandi butkul o'zgardi. Uftoda hazratlarining xizmatiga vujudi bilan kirishdi. Kunduzlarini ro'zador, kechalarini ilm ma'rifat bilan o'tkazar, tariqat pog'onalarida odimlab, uning muhabbatini qozonib, peshqadam shogirdlari sirasiga kirdi. 3 yildan so'ng ustozining tavsiyasi bilan ona shahri Sarvhisorda, so'ng Rumeliy viloyatlarida diyorma-diyor yurib ta'lim berdi. Haq taoloni, haqiqiy ishqni va'z qildi. Rumeliy diyoridagi vazifasini tugatib, Istanbulga kelgach, Ayo Sofiya, Fotih masjidlarida dars berdi, va'z irshod qila boshladi. Istanbul xalqi ham Xudoiyning ilmdagi, darveshlikdagi dong'ini eshitgan edi. Qachonki Xudoiy va'z qiladigan bo'lsa, madrasa limmolim to'lib ketar, odamlar qo'lidagi har qanday ishini tashlab, uni eshitish uchun kelar edilar. Uning kalomida qandaydir bir sehr bordek edi. Chunki u oldindan o'ylab o'tirmas, nima deyishini o'ylab tayyorlanib olmas, balki Alloh unga nima ilhom bersa, ko'ngli nimani desa, o'shani tiliga to'kar, shu yo'l bilan insonlarning qalbiga yo'l topardi. Bir podshohga banda bo'l, dargohi sarob bo'lmasin. Mangu ishqi vatanda bo'l, sarg'ayib xarob bo'lmasin. Bahr aro sho'ng'iyu sayr et, g'avvosdek nafsda sabr et. Ko'ngil javharin xayr et, topganing jabr bo'lmasin. Chin oshiq bo'lsa gar, ko'rinur bir u bor xoliq. Shundayin mulkka bo'l molik, hech kimsa tortib olmasin. Behuda so'z tark aylagin, insof kamarin boylagin, ko'ngil mulkin avaylagin, ruhing sharmanda bo'lmasin. Kun o'tkazma qul soniga, ko'ngling mahv et iymoniga, bo'ysungin haq farmoniga, oxiring armon bo'lmasin. O'sha davrdagi Usmoniy podshoh Sulton Murod 3 va uning avlodlari Sulton Mahmud va Ahmadlar ham Xudoiyga ixlos qo'ygan, har doim unga hurmat bajo keltirar, maslahat va tavsiyalarini olar edi. Suhbatlarining birida Sulton Murodxon unga: "Bizni sulton deyapsiz, ammo biz dunyo sultoni bo'lganimizdek, siz ham ko'ngillar sultonisiz. Bizning mol-mulkimiz, sultonligimiz o'tkinchidir, ammo sizniki boqiydir" degan edi. Ayniqsa unga ko'p bog'langan, sirlarni aytadigan Sulton Ahmad Ayo Sofiya masjidining ro'parasiga o'z ismi bilan atala boshlangan masjid qurdira boshladi.
Masjidning birinchi g'ishtini Xudoyi hazratlari duoyi Fotiha bilan qo'yib berdilar. Bir kuni shayx Uftoda hazratlari Xudoyiga: "Bolam, men sendan mingdan ming roziman. Tilagim shuki, podshohlar otingning tizginidan tutib seni yetaklasin", deb duo qilgan edi. Oradan yillar o'tdi. Duo ijobat bo'ldi. Kunlarning birida Xudoyini bozorda uchratib qolgan Sulton Ahmad uni o'z otiga mindirib, o'zi piyoda yurdi. Sulton Ahmad otning oldida piyoda, Xudoyi esa otda edi. Xudoyini ot ustida, jahon saltanatining sultoni Ahmadni ot oldida piyoda ko'rganlar hayronlikdan og'izlari ochilib, ko'zlari katta-katta bo'lib ketdi. Alloh o'ziga qul bo'lganlarni sultonlar ustidan sulton qildi. Odam o'ylab qoladi ba'zida, o'sha vaqtda Bursada qozi bo'lib qolaverganlarida, ya'ni yuqori lavozimda, mansabda qolaverganlarida balki bir qozi bo'lib hayotdan o'tardilar. Bu yurtda yuzlab, balki minglab qozilar o'tishdi. Shu qozilar bilan bir qatorda qozi bo'lib o'tib ketaverar edilar. Lekin bu kishi o'zlarini nafslariga qarshi qattiq kurashdilar. Butun dunyoviy mansabdan voz kechdilar. Nafslarni yengdilar va aytdilarki, men abadiy narsani xohlayman. O'tkinchi narsani emas, abadiy narsani xohlayman dedilar va bu yo'lga kirdilar. Tariqat yo'liga, tasavvuf yo'liga kirdilar. Butun hayotlarini ilm va irfonga, ma'naviyatga, ma'rifatga bag'ishladilar. Ikki dunyo sharafini berib qo'ydiki, hozirga qadar ziyoratchilar uzilmaydi. Mana bu joy hozir bilasizmi, juda ham obod bo'lgan. Dastlab mana shu masjidni o'zlari shu joyda Uskudarda qurganlar, yonlarida maqbaralar va bu joyda juda katta vaqf, madrasa, ilm, ma'naviyat dargohlari juda ham obod bo'lgan. Bizga ma'lumki, vaqflar ko'p Turkiyada, lekin eng yirik vaqf bu mana shu aynan Aziz Mahmud Xudoyi hazratlari nomlaridagi vaqf hisoblanadi. Mana shu vaqfning hisobidan minglab talabalar tahsil olishadi va xarajatlari ham mana shu vaqf hisobidan bo'ladi. Shu nuqtai nazardan balki to qiyomatga qadar bu zotni mo'tabar ziyoratgohlaridan mana shunday ziyoratchilar uzilmaydi. Alloh taolo bu zotlarni yanada oxiratdagi maqomlarini baland qilsin. U zotlarni iymonlarini, u zotlarni ixloslarini bizni avlodlarimizga ham bersin. Hamisha u zotni yo'llarida yurganlar u kishini duolariga monand faqirlik ko'rmasinlar, hamisha iymonlari salomat bo'lsin. Sening manziling Uskudar degan edi ustozi Uftoda hazratlari. Aziz Mahmud Xudoyi Uskudardan bir yerni bazo'r sotib olib, o'ziga xonaqoh, masjid qurdi. Umrining so'nggi yillarini shu go'shida o'tkazdi, ijod qildi, ko'plab muridlar yetishtirdi. Bu kishini duolari bor, mashhur duolari bor. Mana bu yerda yozilgan. Ya'ni ey Robbim, bizni tirikligimizda o'zimizni yoki vafotimizdan so'ng qabrimizni ziyorat qilganlar qiyomatga qadar bizni yo'limizdadirlar deyaptilar. Bizni sevganlar, ruhimizga bir bor bo'lsa-da Fotiha o'qiganlar dengizda cho'kib o'lmasinlar. Umrlarida bizni sevganlar faqirlik ko'rmasinlar. Ya'ni iymonlarini qutqarmaguncha vafot etmasinlar, vafotlardan xabar topsinlar, vafotlardan xabar bersinlar degan mazmundagi mana shu duolari bor. Meni qozi, sulton deb eslanishni istamayman. Men bir qul o'laroq yodga olishlarini istayman. Unutmangki, nafsiga ergashgan kimsa halok bo'ladi. Zero nafsning har tomoni tikandir. Qaysi tomonidan tutsangiz ham qo'lingizga botib, joningizni yoqadi. Agar maqsadingiz mana shu qiymatsiz dunyo bo'lsa, bilingki, nafsingiz sizni unga ko'mib tashlaydi. Biroq maqsadingiz oxirat, boqiy dunyo bo'lsa, u holda nafsingiz bilan u diyorga kira olmaysiz. Nafs Allohga olib boradigan yo'llarda yo'l to'sarlik qiluvchi qaroqchidir. Ammo nafsini yenggan odam butun dunyoni yengadi. Aziz Mahmud Xudoyi hazratlari.